Bu obyektimizda ham xudo xolasa kanalizatsiya ishlari yakunlanyapti suv tortish bilan. Bu yerda nima ish qilindi? Husan o'zing bitta tushuntirib ber. Bu yerda qilingan ish, boshdan tushuntirsak, mana bu kolodis bor. Kolodisda 100 talik trubada tortib, ponni montaj qilib, kanalizatsiyani to'g'ri tortib keldik. Mana bu bitta kolodisga joy tashlab ketdik. Bu yerda значит hozir ikkita kolodis tushyapti. Bitta bu yoqda, bitta tepada, to'g'rimi? Bu yoqqa tushyapti. Aha. Endi hozir bu yerda bilmagan odamlarda savol tug'ilishi tayin. Nimaga ikkita truba yurg'izgansizlar? Ikkita truba yurg'izgan sababi bitta gilamlik kelyapti. Gilamlik keladi, mana sanuzilni orqasiga shotchi qo'yiladi. Aha. Shotchiga qo'yilgandan keyin shotchi yana qaytib chiqib, ikkinchisi mana bu hovliga, vodoporga chiqariladi. O'shanda cheris shotchi aylanadi. Kirish 32, chiqish 25. Mana figura ishlaganimizni bu yerga kanalizatsiya kolodis teriladi, g'ishtdan o'shani hisobiga mana aylantirib yubordik. Ichidan o'tmadik. Bunga qanaqa plasmas trubalar ishlatildi? Bu yerda kanalizatsiyaga Rossiya ishlatildi. Mana suvni turbalariga plasterim ishlatildi. Plastermi? 20 atmosferlik. 32-25 sovuq suv. Tegidan kanalizatsiya. Kanalizatsiyani ham uklonga qo'yib, tegiga podushkalar berib, chilinishdan ponni ko'yamiz. Qo'yayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda ponni shag'al, tosh-mosh turibdi. Buni ko'mmaymiz. Faqat chilinishni ko'mamiz. Oxirida gidetda bir 20 sm qolganda o'shandan zasipkasiga ustiga tashlab yuboramiz. Qolgan hammasi ko'milishi chilinishdan ko'milyapti. Mana bu yoqqa kelgan bo'lsa, bu yerdan ham bitta ishlab olganmiz. Bu yerda ham bitta 32 ketyapti, bitta 25 qaytib chiqyapti. Mana figurani ishlaganimiz sababi kolodisga g'isht teriladi, g'isht orqasida qolib ketadi. Xafa bo'lish yo'q. Bizani obunachilarimizni juda savol berish yaxshi ko'rishadi-da. Mana shu kanalizatsiyada hozir uklonlar bilan olib chiqdik deyapsan, u uklonga misol 1 metrga necha santimetr uklon beriladi. Shuni ham aytib o'tib ketsang, o'zi qiladigan insonlar ham bor-da, shuni hisobga olib, ular ham shu narsadan foydalanishadi. Uklonga kelgan bo'lsa, 1 metrga 1 santimetr beriladi. Undan ko'p berib bo'lmaydi. Berib bo'ladi. Ertaga misol uchun ponni montajda bitib ishga tushgandan keyin, kinet misol uchun foydalangandan keyin suv misol uchun tez ketib qoladi, axlat qolib ketadi. O'shani hisobiga qanchadir vaqt o'tgandan keyin ertaga muammo tug'diradi. O'shani hisobiga 1 metrga 1 santimetr bergan yaxshi. To'lib qolib, boshqa qilib, to'g'rimi? Ertaga muammo bo'lmaydi.